Assalomu alaykum do'stlar. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining YouTube sahifasida videolarimizni davom ettiramiz. Jahon chempionatining yorqin kunlari boshlandi, o'yinlarga start berildi. O'zbekiston milliy terma jamoasining K guruhidagi ilk uchrashuvi Kolumbiyaga qarshi to'qnashuv boshlanishiga ham tobora oz fursat qolyapti. Va sizga sekin-asta o'sha terma jamoamizning tayyorgarlik jarayonini tanishtirib boryapmiz efirlarimiz orqali. Bugun mana shu joylashuvimiz Atlanta United klubi bazasida bo'layapti. Bu qandaydir yirik telekanal, Fox TV yoki ESPN studiyasi emas. Garchi ko'rinishi, masshtabi, mana bunday zamonaviy monitorlari shunday bir vibe berayotgan bo'lsa ham, bu klub bazasi. Mana shunday sharoit yaratilgan va minnatdorchilik bildiramiz Atlanta United jamoasi vakillariga. Ular mana shu UFA Mediaga shu studiyadan foydalanishga ruxsat berishdi, xursand bo'lishdi hamkorlikdan va bugun ozgina mana shu yerdagi mashg'ulot bazamiz haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Shuningdek, yana ba'zi qiziqarli detallarga to'xtalib o'tamiz. Har doimgidek hamkasbim, sherigim Xayrulla Hamidov bilan birgalikda. Xayrulla aka, mana shu Atlanta Unitedga tegishli bo'lgan ba'zi MLS klublari orasida eng katta bazalardan biri ekan. Bu yerda hududda akademiya ham joylashgan, bir nechta mashg'ulot maydoni, endi studiyasidan ham bilsa bo'ladi. Tayyorgarlik qanday bo'lgani, MLS da ishtirok etish uchun qolaversa bilishimcha 90 millioncha pul sarflangan ushbu baza barpo etilishiga. Menimcha ko'rib tajriba almashadigan joylari ko'p bo'lyapti. Albatta, keyin taqqoslashga imkon ham bor. Misol, Nyu-Yorkka qo'nganimizda u yerda ham shunaqa stadionga borgan edik, faqat kichkina edi. Ya'ni hozir birinchi stadion bo'lsa-ki, biz farqiga bormasak, hozir bitta stadionni ko'rib turib, o'sha akademiyani ko'rib turib, haqiqatan ham katta deyishga asos beradi. Lekin umumiy ko'rganda komplekt yaxshi joylashganligi uchun kattaga ham o'xshamaydi bular. Ochiq mashg'ulot bo'ldi. Lekin men bu studiyasini ko'rib, ichkarisiga kirmagandim kecha. Kirganimdan keyin haqiqatan ham haybatli ekan va o'sha boshida aytishganidek eng yaxshilaridan bittasi yoki eng yaxshisi deyishganida asos bor ekan haqiqatan. O'zi atrof muhit ham tabiatli, zonaligi, qanaqadir tinch joylar ekanligi bazaga mos ekan. Qaysidir ma'noda o'sha Toshkent viloyatidagi terma jamoalar markazini ham eslatib yuboryapti. Masofa ham shunaqa. Yarim soatda shahar markazidan shunday masofa, agar trafik bo'lmasa, ya'ni tirbandliklar bo'lmasa. Bugundan ma'lumot sifatida aytib ketay, bugundan FIFA jamoalarni, ayniqsa mana balki barcha jamoalarda shundaydir, lekin biz bugun ayniqsa his qildik, to'liq o'sha nazoratiga oldi. Ya'ni istiqomat qilayotgan mehmonxonamizga shu politsiya xodimlari yoki o'sha yollangan deylik, nima desa bo'ladi ularni, qo'riqlash xizmati xodimlari, mana shu qo'riqlash xizmati xodimlari har bitta qavatga bir nechtadan joylashtirildi. Umuman begona odam kirishi mumkin emas mehmonxonaga. Masalan, Osiyo miqyosidagi musobaqalarda qatnashganmiz. U yerda nisbatan baribir erkinroqda. Muxlislar keladi, ko'rishadi, futbolchilar bilan dastxat oladi, rasmga tushadi. Bu yerda umuman iloji yo'q ekan. Nyu-Yorkda erkin bo'lgan ekan anchagina sharoit, ammo Atlantada o'sha FIFA nazorati ostida o'sha otelda istiqomat qilayotganlarni hammasini hujjatini tekshirib, bejiklarimiz bor, akkreditatsiyadan o'tgan rasman. Ana o'sha akkreditatsiyalar bilan hattoki otel ichida ham harakatlanyapmiz. Deylik, liftdan xonangizga chiqquningizgacha bir nechta qo'riqlash xodimi turadi. Agar ularga akkreditatsiyani ko'rsatmaydigan bo'lsangiz, unda xonangizga ham yetib bormasligingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta plus, chunki baribir xavfsizlik birinchi o'rinda. Bunaqa darajadagi musobaqa, bunday turistlar oqimi, dunyoni har xil burchagidan keladigan jamoalar, AQShda turli millatlarning minglab anaqalari bor, muxlislari va har qanaqasiga o'z jamoasini ko'rishni xohlaydi, muloqot qilishni xohlaydi. Shuni cheklash uchun keskin chora ko'rilgan. Menimcha to'g'ri.
To'g'ri va bu ham bosqichma-bosqich bo'ldi. O'zi Nyu-Yorkka borganimizda endi taqqosda bor edimi, u yerda ham xavfsizlik masalasiga duch keldik. Faqat boshqa tomonlama hamma joyda chiqdi. Lekin shu Atlantaga qo'nganimiz zahotiyoq bizni hali qo'riqchilar bilan olib kelishgani hali jahon chempionatini oz-moz his qilishga yordam berdi. Keyin bugun rostdan chiqqanimdan keyin birdan o'zi qo'riqchilik ko'zim tushdi. Sal kechroq tushdim va tushgandan keyin bu masala o'zi 6 oy oldin hal bo'lganligini aytishdi. O'sha mas'ullar, Ufadagi mas'ullar va hattoki tushuntirib ham berishdi. Biz ilk jahon chempionatida qatnashayotgan bo'lsak ham Amerika Qo'shma Shtatlarini hisobga oldik va oldindan shu yerga kelib turib FIFA bilan muzokaralar olib borgan. Misol uchun ba'zi terma jamoalar yo hech narsa kerak emas ham degan bo'lsa, ularga qo'yilmagan. Lekin bizga qo'yilganligi ilk qatnashuvimiz va baribir hudud, Amerikada har xil hududlar bor. Balkim hududdan kelib chiqib Atlanta boya aytilgandek har xil irq, har xil millat vakillari istiqomat qiladigan joy ko'proq ekan-ku. Shuni hisobga olib turib qilishgan to'g'ri bo'lgan. Chunki o'zi rostdan ham bu guruhda tinchgina tayyorgarlik ko'rib turib, hali Meksikada o'zi yetarli bo'ladi menimcha. Hali to'polon yoki boshqacharoq holatlar Meksikada boshlanadi. Keyin hammasi maslahatlashib qilishar ekan. Men sezgan tomonim o'sha deylik Atlanta politsiyasi bizdagi inspeksiya bilan kelishgan holatda qanday o'zi jamoani kun tartibi qanaqa, nechida kim chiqib ketadi, misol media xodimlari avvalroq boradi stadionga, deylik yordamchi murabbiylar avvalroq borib inventarlarni o'rnatadi, to'plarni joylaydi, formalarni tayyorlaydi. Mana shulargacha hammasini yozib, chizib, ular bizning kun tartibimizga moslashib ish qilishyapti. Asosiy deylik avtobusni esa kamida 4 ta politsiya eskorti kuzatib qo'yapti, olib yuribdi. Chunki bu yerda juda katta tirbandliklar, mana shu tirbandliklarning imkoni boricha bo'shatib turib, mashg'ulotga kech qolmasligini ta'minlayapti. Yaxshi, lekin mana boshida biz ham rostdan ham sezmayotgandik, o'sha tashkilotchilik, ya'ni jahon chempionati muhiti qandaydir sezilmayapti deb yurgandik. Mana hozir to'liq his qilyapmiz. Menimcha bu yog'iga yanada kuchayadi. Ha, o'zi Jahon chempionatining ilk kunlari agar Toshkentda bo'lganimizda ham sharhlashda ham faqat o'sha ochilish marosimi bilan tushunardi. Keyin bu jahon chempionati unikal jahon chempionati, 3 ta mezbon bor-ku baribir. Boshqacha, hali qo'shnilar bo'lsa ham 3 ta turli mamlakatlarda, Kanada boshqacha, AQSh butunlay boshqacha va Meksika va uchalasini ochilish o'yinlari, o'rtoqlik o'yinlariga to'g'ri keldi. Mana biz videoni yozayotgan paytimiz hali AQShda bo'lmadi o'yin, balki Meksikada bo'ldi, keyin Kanadada bo'ldi. Kanada durangnacha qayd etdi, endi AQShda bo'ladi. Shu haqda ham gaplashsak. Yana bitta narsani qo'shib ketdik, boyiga bu lekin, ya'ni mana bu har bitta jamoani qattiq nazorat qilinishi xavfsizlik masalasidan tashqari marketing ham bor bu yerda. Chunki maxsus fan zonalar tashkil qilingan. Fan zonalar stadionlarda iloji boricha muxlislarni rasman tadbirlarga tortish. Ularda tanlov qolmayapti. Rasmiy tadbirlar pulli. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha sportni, ya'ni marketingni sport bilan kollaboratsiya qilish bo'yicha dunyoda eng zo'rlardan bittasida. Chunki hozir shu Super Bowlni oladigan bo'lsak, UFCni oladigan, basketbol ligasi oladigan bo'lsak, aynan o'sha muxlislarni iloji boricha jalb qilib, ularni pulini olib, translyatsiyadan ham pul tushirib, hamma tomonlama monetizatsiya qilish bo'yicha dunyoga o'rnak o'zi aslida. Endi futbolda bu narsa baribir futbolda o'z qoidalari bor. Ko'proq Yevropa bu yerda trendlarni belgilab beradi. Lekin Amerika bari o'ziga moslayapti. O'zi amerikaliklarda bu narsa bor ekan, tabiatida bor ekan. Hali hamma narsa biznes bo'lib qolgan-ku, qonga kirgan. Mabodo hozir mana fan zonalar ochilgan, biz hali bormadik-ku, xohlasa boramiz. Olimpiya shaharchasida. Shu joyni $50 qilib qo'yishganning asosiy sababi shu $50 ko'radi-ku, bormasa bo'lmaydigan joy deb turib, hali pul qo'yildimi? Bepul narsaning qadri yo'q. Umuman qadri yo'q. Umuman bu yerda. Pulli bo'lsa, qimmat bo'lsa, nimadir bor shu yerda. Borar ekanda, hozir juda ko'p odam deyishyapti. O'sha yerda men ko'rdim kecha. Qilishyapti. Meksikada ochilish o'yinini anaqasidan tashqari fan zonadagi videolarni ko'rsatdi-da.
Va Atlantada ham fan zonadagi videolarni ko'rsatishdi. Dahshat lekin tayyorgarlik. Darvoqe fan zona haqida bitta ma'lumot aytib ketay. O'zbekiston fan zonasi ham tashkil etilyapti. Bu aynan O'zbekiston o'ynaydigan shaharlar, ya'ni birinchisi Mexikoda, ikkinchisi Houstonda, uchinchisi Atlantada, O'zbekistonni o'sha o'yini yaqin qolgan kunlarda fan zonalar bo'ladi. U yerda o'sha milliy musiqamiz, balki osh qilinar, har xil tayyorgarlik ishlari olib borilyapti. Xullas, o'sha yerlardan ham videolar chiqadi, xudo xohlasa. chiroyli narsalar bo'ladi. Nimaligini aytmay turamiz, syurpriz demoqchiman, lekin o'zim ham bilmayman to'g'risini aytganda. Menga ham syurpriz bo'ladi, lekin borgim kelyapti. Agar sal bo'sh vaqtimiz bo'lsa, borib o'sha yerda hamyurtlarimiz bilan ko'rishib, gaplashib, taomlarni yeb, chunki shu narsani ham aytib ketish kerak. Jamoaning menyusi qat'iy bir anaqalarga rioya qilar ekan. Kaloriyasiz ovqatlarga. Endi har xil murabbiylar bilan ishladik terma jamoada, lekin aynan taomlanishga bu murabbiylar shtabi barchadan ko'ra jiddiy e'tibor qaratyapti. Shunda gap ko'p deyishyapti o'sha jismoniy tayyorgarlik bo'yicha va o'sha taomlar endi u sportchilarga mo'ljallangan. Biz boshqacharoq ovqatlar yeyishga o'rganganmiz. Shuning uchun fan zonada bir shu Kannavarodan kelib chiqsa bo'ladi. Buni misol uchun himoyachilarga xos bo'lgan bo'ydor futbolchi bo'lmagani ustida juda ko'p ishlagan o'zi futbolchilik paytida. Menimcha shu menyuga, ovqatga juda ko'p o'zini ustida ishlash masalalariga qattiq qaragan. Chunki bu bo'y bilan to'g'risi oltin to'p olish tugul, umuman to'p himoyachi bo'lishning imkoni bo'lmagan. Men masalan eslaydigan bo'lsam, agar to'p himoyachilar bo'ladi-yu, o'sha dunyoning eng zo'rlaridan deb oladigan bo'lsak, futbol ko'rish boshlagandan beri Cannavaro va moslashtirilgan Maskeranoni eslashim mumkin-da, bunaqa bo'yga ega bo'lgan. Kim yana? Yoki anaqa ham bor, Nicolas Otamendi, no u to'p emas. Yo'q, keyin baribir Maskerano ham yoki Otamendi ham hali usluban juda himoyaga moslashgan jamoaning futbolchilari emas-ku. Bu o'zi himoya yurtidan chiqqanda. Asosan himoyada turib jahon chempioni bo'lishgan bular va himoyada zo'r o'ynaganligi uchun, Anrini zo'r ushlaganligi uchun finalda menimcha oltin to'p olgan. Shuning uchun ham qattiq qaraydi. Boshqa jihatlari kompensatsiya qilib ketganda. Shunaqa. Ya'ni o'sha tezlik, pozitsiya tanlash, yakka kurashlar. Van Dijk bilan turibdi, videosi chiqdi-ku. Niderlandiya sahifasi qo'ydi. Chiqqanda Van Dijk oltin to'p uchun kurashgan himoyachilardan birida so'nggi yillar. Yaqinroq kelgan. Hatto olsa ham bo'ladigan mavsum Ramosdan keyingisida. Ramos 3talik kirmagan menimcha. Oltin to'p kurashida bo'lmaganda baribir. Zo'r himoyachi sifatida aytiladi. Maldinilar bilan birgalik oltin to'p olmagan deyiladi. Ammo ikkinchi o'rinni olganda Van Dijk. Ikkalasi turibdi, umuman shu futbolchi bo'lgan desa, hozirgi yosh avlodga ishonmasligi mumkin-da. Himoyachi bo'lgan desa. Himoyachi. Juda katta farq bor-da. O'zi Van Dijk istalgan futbolchi bilan juda katta farq. Lekin oltin to'p sohibi bo'lgan futbolchidan farq qilib turibdi. Shuning uchun ham menyuga bekorga qaramaydi. Ozib boramiz shekilli Toshkentga. Men sezishni boshladim shu narsani. Shu agar play-offga chiqsa, men yo'q ketaman deb qo'rqyapman. Jahon chempionati boshlanib ketdi. Guruhdagi o'yinlar kecha ko'rdingiz-mi? Menimcha ikkalamiz alohida xonada ko'rdik. Shundan yoshdi, birga ko'rsanglar nima bo'lardi? Endi juda birga ko'radigan emasdi, endi uning uchun o'tirib sharoit qilib birga Braziliya, Marokash bo'lsa ekan mayli, ha. Endi bularni alohida ko'rsa ham bo'ladi-da. Yaxshi o'yin bo'ldi. Oxiri yoqdi menga Koreya oxiri. O'zi yaxshiroq o'ynayotgandi Koreya. Koreyani yaxshiroq o'ynayotganlar yutyapti hozircha. Kanada yutmadi. Meksika endi u yerda garchi oxirida baribir jar bitta gol urib xuddi comeback qiladigandek edi-yu, xohlaganda Meksika qo'shardi-da, shunaqa ko'rindi. Keyin ikkita qizil kartochka bilan juda qiyin edi. Meksikani keyingi o'yinlarga qiyin bo'lib qoldi, haligi qizil kartochka. Qizil bilan ko'p o'ynashmadi lekin. Yo'q, Meksikani futbolchisi ham qizil oldi-yu, jamoa sardori. Mana shu muammo bo'lar ekan, chunki Meksikada ikkita markaziy sof himoyachi bor ekan, bittasi ketibdi-da hozir. O'rniga olmagan deyishyapti hali murabbiyni. Shu rosa ko'p muhokama qilingan ekan va bu yog'iga mabodo ikkita o'yinda
bular boshda o'ynashadi-yu, ilk guruhlar. Oxirida bizga o'xshagan guruhlarda masalani hal qilib qo'yishlari mumkin-da, hali 3-o'rinni olsa. Shuning uchun hozir jar bu aniq 4-jamoa sifatida ko'rilyapti, lekin Meksika ham muammo qildi o'ziga. Hali Chexiya ham masalan taslim bo'lmaydi-da, rostdan ham misol muammo. Yo'q, o'sha mana hozir biz ayniqsa himoya masalasida ko'p gapiryapmiz, biz bilamiz, u hammani o'zini terma jamoasi bor, o'zini dardi bor. Shular aytayapti-da, Meksikaninkini o'qidim. Juda yomon bo'ldi mana shu futbolchimizni qizil kartochka olganda. To'g'ridan to'g'ri oldi-ku, endi ketdi. Shunga ertaga ikkita o'yinda tengma-teng raqiblar chiqqanda hali ochko ololmasak rasvo bo'ladi deb turishdi. Keyin Bosniya anaqa o'yini ham yoqdi menga, Kanada bilan o'yini. Boshida Bosniya normal boshladi, aktiv boshladi. Keyin gol urib qo'ygandan keyin Kanada to'liq tashabbusni qo'lga oldi. Hisob 1-1, lekin undan ko'p vaziyatlar bo'ldi. Urolmadi Kanadada rosa vaziyat. Bo'sh darvozalarga ura olmayapti, himoyachi chiziqdan qaytaryapti. Keyin Kalashinatsa seyvi hozircha eng zo'r seyv bo'lib turibdi-da. Hali 3 ta o'yindan hali olib chiqadigan masalliqlarni oladigan bo'lsa, Raul Jimenez yig'lagani baribir katta voqea menimcha. Chunki hali Ubit Billada mozordan chiqib keladi, shunaqa chiqib kelgan bo'ladi va shu seyv boyagi holat. Har bitta o'yinda bir o'zini dramasi bor. O'sha Kalashinitsa o'zi qutqaruvchi ekanda. Qulagan-ku o'g'rilarni. Pichoq bilan kim O'zilga hujum qilishganda Siyat Kalashinitsa qutqargan edi uni. Mana shu anaqadan hujumdan. Shu Arsenalga bog'liq joylari ko'p-a futbol. Kecha jarohat olgan futbolchi ham Raul Jimenez ham Wolverhampton Arsenalda bo'lgan. David Luiz bilan to'qnashib ketgan edi. David Luizga hech narsa qilmagan lekin. Bu yon tomondan o'sha yumshoq zonaga zarba bo'lgan, xullas mayli, anaqa bir eng og'ir jarohatlardan bittasi. Terma jamoamiz bugun mashg'ulot o'tkazyapti. Biz imkon qadar o'z efirlarimizni jamoa faoliyatiga xalaqit qilmagan holda amalga oshiryapmiz va imkon qadar sizga bu yerdagi muhitni yetkazishga uriniryapmiz. Umid qilamanki, videolarimiz sizga ma'qul kelyapti. Yo'l-yo'lakay mavzular topyapmiz. Shuning uchun kommentlarda yozib qoldiring. Sizga qaysi mavzular qiziq? Shundan kelib chiqib, sizning kommentlaringizdan kelib chiqib, balki biz keyingi videoni tayyorlarmiz. Shunaqa. Juda yaxshi fikr. Chunki baribir kutilmagan savollar bo'ladi, kutilmagan fikrlar bo'ladi va muxlislar qiziqayotganini hisobga olib turib gapirsa yaxshiroq ham chiqadi. Ha, muloqotga kirishamiz. Faqat hali u futbolchi, bu futbolchini so'rash sal hozir qiyinroq. Misol bo'ladi, juda ko'p futbolchilarni so'rashyapti. Ayniqsa Abdulla Abdullayev chiqqandan keyin qiziqish oshib ketib qoldi. Nima izohlarni o'qib chiqdim. Husanovni, Eldor ko'p, bitta Husanov emas. Shuning uchun sal futbolchilar masalasi qiyinroq hozir. Ularni tik qo'yishimiz kerak. Harakat qilamiz. Siz yozib qo'yavering kommentda. Kim faqat intervyu so'ramang, boshqa mavzular. Balki biz xayolimizga kelmagan mavzu chiqib qolar sizda. Shunaqa. O'qiymiz, hammamiz o'qiymiz jamoa bo'lib. Shuning uchun demak siz bilan keyingi efirlargacha xayrlashib qolamiz. Salomat bo'ling. Ko'rishguncha.